Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zgidromet bugun 7-aprel kuni kutiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduz esa 26-28 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja, kunduz esa 23-28 daraja atrofida bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 11-16 daraja, kunduz esa 25-30 daraja atrofida bo'ladi. Toshkent viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz esa 25-30 daraja atrofida bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz esa 25-30 daraja atrofida bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha shamol bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduz esa 28-33 daraja atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, kechasi va ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, shamol kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduz esa 23-28 daraja atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq kutilishi mumkin. Toshkent, Namangan viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi bor. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja, kunduz esa 15-20 daraja atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda.